adashib gohida qalbiga osor berdim. Bugun esa onajon juda pand yedim. Meni ilm olsin deb bitta ko'ylak kiyardik. Mehnatdan onamning qo'llari yorlardi. Bugun tirik bo'lganda zo'r ko'ylaklar olardim. Qo'llaridan yetaklab hajga olib borardim. Men onamni sog'indim. Ko'rgim kelar shu onda. Onam meni kutadi qabristoni tomonda. Onam duo kutadi shu qabriston tomonda.